Assalomu alaykum. Hormayda qadrdonlar. Ertaga Quvaga birov yangi to'yxona qurishyapti. To'yxonaning qurilish jarayonini ko'rsatib bergani boramiz. Buni video qilaman. Bir to'yxonaga o'zimizni bir yaqin ukamiz to'yxonadan keladi, shuni ko'rsatib qo'yapman. Qiziqarli bo'lish uchun. To'yxonalar terosda asroqo qumlar bilan chiroyli chiqadi. Razmerini avval birovlar setgan terilishini ko'rib olishyapti. Ko'rvozni o'rtadan setga teradigan qilib qo'yaman da birovni. Tekda ular bor ekan, ular tuxumga kirmayapti hali. Holati zo'r. Ha. Ovqat hamisha turib tursin endi, tuxumga kirguncha. Hozir o'sha tuxumlar sotyapsizmi o'sha? Yaxshi. Buni yashaveradi. Buni notda cho'shdi. Yo, olish kerak pastga. Qadami? Yo, ko'rinib turibdi-da, neto. O sog'lomdan ketqish kerak. Shunaqa o'zim uyimizga. Ha, qaragangiz yo'qmi? Cho'qigan yo'q hech qaytin, ha? Bor, bitta ikkita bo'ldi. Ha, cho'qisha? Yorug'. Yaxshi bo'lib ketdi. Shundan keyin nima bo'lgan? Bo'ladi. Shuni ta'sir etgan yaxshi. Ha. Sekin isishni boshlayapti ekan o'sha betlar, ama? Ha, sekin unav. Ya, hali jinday bor. Bitta qorong'ilanish kerak. To'sib qo'yib ventilyatorni ishlatasizda keyin. Hozir. Yo, ha. Cho'qish chiqmay turgan bo'lsa, shartlar cho'qish chiqib qolsa, keyin qorong'ilashtirasiz. Tushunib oldingmi? Metr? Ha, metr yo'qmisizlarmi? Bor, endi oqtarish kerak-da bitta metrni. Ya, bu o'lchaganmiz, so'roq ham aytdimiz, biz. Ha, Videosi ham bor. Arasini nima? Qaysini arasini? Nimani arasini? Mana uni birinchisini arasinimi? Bu 25. Mana. Hop, qaysini arasini? Buni arani ham ko'rib olaymi? Nima qilib olaymi deyapman, buni arasini. Bu 20 endi bu ham 20. Uni qilaversa odamni bo'yiga moslab, ba'zi. o'zingiz Taxmin qilib yuborasan, bular.